Xoşal müşük qayada? Bu yada, mana bu yada. Köngli yerim müşük iyi qayada? Bu yada, mana bu yada. Korkan toşkan qayada? Bu yada, mana bu yada. Acığı bek kep ketken şır qayada? Bu yada, mana bu yada. Hayran qalğan ummaq küçük qayada? Bu yada, mana bu yada. Xoşal müşük qayada? Bu yada, mana bu yada. Köngli yerim müşük iyi qayada? Bu yada, mana bu yada. Korkan toşkan qayada? Bu yada, mana bu yada. Acığı bek kep ketken şır qayada? Bu yada, mana bu yada. Hayran qalğan ummaq küçük qayada? Bu yada, mana bu yada. Yaxşımsızlar kichik do'stlar. Biz tuvanda yuz tuyg'ular naqsini o'rgangach, ham xushal bo'ldik, ham tuyg'ularning ismini angladik. Endi men sizlarga yuz tuyg'ularning ismini o'rgatgach, sizlardan ba'zi savollarni so'rayman. Xushal bo'lish, o'yin o'ynash, do'stlarim bilan uchrashish, yangi yalagi berish va boshqa jiqqin ishlar meni xushal qiladi. Undaqda sizni nima xushal qiladi? O'ylaning va javob bering. Qani, qulqim sizda. Nayt yaxshi. Endi kuzuting va bularning ichidagi xushal chiroy ifodalarini tepib chiqing. Nayt yaxshi. Ko'ngli yerim bo'lish. Odam va jonliqlarning ziyonga uchrashi mening ko'nglimni yerim qiladi. Birsini sevginsam, o'yinchiqim buzilib ketsa, bir ishimni qilolmasam, ko'nglim yerim bo'ladi. Undaqda sizning ko'nglingiz nimalarga yerim bo'ladi? O'ylaning va javob bering. Nayt yaxshi. Endi diqqat bilan kuzuting va ko'ngli yerim bo'lgan ifodalarni tepib chiqing. Nayt yaxshi. Qo'rqish. Tuyuqsizda bek bir ching ovozni olmasam qo'rqib ketaman. Tabiiy ofatlar va qatnash vositalarining yo'llarda bek ishtik minishimi meni qo'rqitib yetadi. Ammo qo'rqishning hamma odamda bo'ladigan normal his tuyg'u ekanligini bilaman. Undaqda sizni nimalar qo'rqitadi? O'ylaning va javob bering. Nayt yaxshi.
Endi diqqat bilan kuzating va qo'rqqan chiroy ifodalarini tepib chiqing. Qani topa olamsiz? Nayt yaxshi. Hayron qilish. Manga tuyuqsizda bir xo'shallik kelsa, hayron qolaman. Uchayotgan bir mashina ko'rsammi, hayron qolaman. Odatdan tashqari bo'lgan har narsa meni hayron qoldirdi. Undaqda sizni nimalar hayron qoldirdi? O'ylaning va javob bering. Nayt yaxshi. Endi diqqat bilan kuzating va hayron qolgan chiroy ifodalarini tepib chiqing. Nayt yaxshi. Ochiqlanish. Odam va jonliqlarga ziyon yetkazish mening ochiqimni keltirdi. Birsining qasddan o'yinchiqimni buzishi ochiqimni keltirdi. Ammo men har qancha ochiqim kelsa-mu, boshqalarga ziyon zahmat yetkazmayman. Masalalarni paranglashish orqali hal qilishni tanlayman. Sizmi shundaqmi? Undaqda siz nimalarga ochiqlaysiz? Nayt yaxshi. Endi diqqat bilan kuzating va ochiqlangan chiroy ifodalarini tepib chiqing. Tabriklayman.